Gvardiola o'yindan so'ng shunday dedi: Abduqodir, bu haqiqiy top darajadagi himoyachi. Uning maydonni ko'rishi va xotirjamligi bizni hayratda qoldirmoqda. U Jon Stones bilan birga markazda haqiqiy devor bo'la oldi. Abduqodir hali juda yosh bo'lishiga qaramay, maydonni ko'rish qobiliyati yuqori darajada. U to'p bilan harakat qilishda juda aqlli va xotirjam. Bizning o'yin uslubimizga bu qadar tez moslashib ketgani meni hayron qoldirmoqda. Bugun u Jon Stones bilan ajoyib juftlik hosil qildi. Ular bir-birini juda yaxshi tushunishdi. Ayniqsa raqibning qarshi hujumlarini to'xtatishda Husanovning pozitsiya tanlashi va xavfni oldindan seza olishi bizga katta yordam berdi. O'yin boshida u amalga oshirgan o'sha blok, Harvey Barnesning zarbasi biz uchun g'alaba bilan teng edi. Agar o'sha vaziyatda gol o'tkazganimizda, o'yin butunlay boshqacha kechar edi. U o'z ishiga juda mas'uliyatli yondashadigan professional. Uning har kuni mashg'ulotlarda ko'rsatayotgan ishtiyoqi meni quvontiradi. Husanov City uchun nafaqat bugun, balki kelajak uchun ham juda muhim transfer bo'lganini isbotlamoqda.